Kesir va orqali tuqqanman. 2 yil o'tmay yana homilador bo'ldim. Endi nima bo'ladi? Bu holat ko'pchilik onalarni xavotirga soladi. To'g'ri, bu holat homiladorlik uchun ideal vaqt emas. Lekin xirurg sifatida shuni aytamanki, buni yechimi bor. Agar kesir kesish amaliyotidan keyin 6 oy yoki 1 yildan keyin homiladorlik kuzatilgan bo'lsa, bunday ayollarda men shaxsan 3 ta tekshiruvni nazoratga olaman. Birinchisi, chokni elastikligini UZI tekshiruvi orqali o'rganaman. Chunki homila kattalashgan sari bachadon yorilib ketishi mumkin. Ikkinchisi, yo'ldoshni joylashuvi. Chunki bola eski chok sohasida joylashib qolmasligini tekshirish shart. Uchinchisi esa homilani hajmini, vaznini har oy tekshirib borish. Chunki homilador ayol agarda shirinliklar, uglevodga boy mahsulotlar, xamirli ovqatlarni ko'p iste'mol qilsa, bola hajmi kattalashib ketadi. Kattalashib ketgan bola esa bachadon chokiga ortiqcha bosim beradi. Bu bosim esa bachadon yorilib ketishiga olib keladi. Asosiysi bunday holatda xavotirga tushish kerak emas. Qat'iy shifokor nazoratida turish kerak. Agar sizda ham shunday holat yuzaga kelgan bo'lsa, kechiktirmasdan xirurg ko'rigiga borishingizni tavsiya qilaman.